do'stlar, mana hozir aeroportga keldik. Turetskiy mana avialiniyada biz. Hozir Turkiyaga uchib, Turkiyadan keyin Milanga uchishimiz kerak edi. Pochela sroki o'tgan pasportni olib kelibdilar. Qanaqasiga tekshirmaslik mumkin? Qanaqasiga pasportni tekshirmaslik mumkin yilini? Bor edi, uyda bor. Endi Jorjiyada qolib ketganmiz, Chikagoda biz. Ovatganlarida yilini tekshirmabdilar. Mana bizga hozir ruxsat berishmayapti uchishga. Mani pasportim yaxshi, ularniki o'tgan. Endi butun hamma biletlarimizni kuyadi, chunki bizlarning biletlarimizni o'zgartirib bo'lmaydigan biletlar. Qizlar, keldim, endi o'yladimcha, men bitta o'zim keturishim kerak edi-cha. Nimaga men qoldim bilmayman. Men bitta o'zim keturishim kerak edi. Keyin mana hozir Pochelaning o'rtog'i bizga yuboradi pasportni. Seshanba kuni ertalab, bugun oddix bizada. Seshanba kuni ertalab o'sha pasportlarini olib, biletni olib, yangi biletni olib kelishlari mumkin edi-da. Hozir endi menga ham bilet olishlari kerak. Olishlari kerak. O'zlari uchun ham ikkita bilet olinish kerak endi. Chunki bizning biletlar qaytarilmaydi. Nima uchun men ketmadim? Bilmayman. O'zicha qanaqadir oyog'im unaqa tortmayotdi. Mana shu hamma narsa Xudodan-da, balki meni bir narsadan saqlab qoldimi Xudo. Endi hozir ikkita biletni olib, 2-3 kundan keyin boramiz. No'tda endi Milanda bo'la olmaymiz, chunki Milandagi otellarimiz уже kuyadi. Shunaqa. Qizlar, mana Italiyaga ketolmaganimizga aeroportda pochelalar kechirim so'radilar-da. Voy, kechir, mana shunaqa parvod qilganimga kechir deb rosa ko'p so'radilar. Men hech narsa gapirmadim. Mayli, endi bo'lib turadi dedim, no gapirmadim hech narsa. Chunki nima gapirishga ham hayronman-da. Hali ham такой shokdaman, to'g'risini aytsam. Endi hozir pastda ishlayaptilar kompyuterda. Harakat qilyaptilar biletlar olishga, keyin bir xil rezervatsiyalarni отмена qilishga. Ko'p rezervatsiyalar ham otellar, keyin mana turlar olinganda, ular отмена qilinmaydi. Bilet отмена qilinmaydi. O'shanga mayli. Barbiramchi har bitta вообще любой shaharga ketishdan oldin samolyotda ketadigan paytda pasportlarni tekshirish kerak, yillarini. Menchi 100 marta tekshiraman deb, men даже mana shu yillarini ham tekshirdim. Pasportim turibdimi, yo'qmi? Har doim 100 martalab tekshiraman deb. Menda shunaqa puntik deydi-ku, puntik vintik bormayamda, обязательно tekshirish. Bu pochela 1 yilda 100 tadan ko'p flightlar qilardilar-da. Oldin ishlari bo'yicha judayam ko'p butun dunyoga borardilar-da, butun dunyo. Даже Qatar, Dubay, Xitoy, butun Yevropa hech narsa qolmasdi ishlari bo'yicha. Qanaqa shunaqa odam tekshirmasligi mumkin deyman-da. Keyin qaynatam olib ketdilar bizani. Mayli, o'g'lim bo'lib turadi, shunaqa hech narsa qilmaydi deb podдержка qilyaptilar. Men endi hech narsa gapirmadim, chunki to'g'ri, endi hech narsa o'ldirib qo'ymaysiz-ku, no baribir ham ayblari bor. O'shanga men hech narsa gapirmayman. Mana qizlar, pasport keldi. Dushanba kuni yuborildi. Seshanba kuni 8:30 da ertalab keladi deb aytishdi. Mana 8:30 da ertalab keldi. Mana Pochelaning pasporti keldi. Endi bugun uchib ketamiz Italiyaga. Ish qilib yaxshi o'tsin pasportlarimizda. Men уже qo'rqib qoldim. Lounjda o'tiramiz, hali 1 soat vaqtimiz bor. Shu lounj bo'lish yaxshi-da, aeroportda o'tirgandan ko'ra lounj ichida o'tirganim yaxshiroq. Смотрите, я такое не видела. Видите? Меняют вам уже новое, ставят, и вы можете садиться. Vi mettiamo in occhio prima di lasciare l'aereo posizionare il telecomando del video nell'apposita sede. I passeggeri che hanno fatto richiesta di assistenza sono pregati di attendere al proprio posto fino al termine dello sbarco. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con Ita Airways e ci auguriamo di ospitarvi ancora. Rimga uchib keldik qizlar. 9:30 soat uchdik Chikagodan. Endi hozir bu ozgina bo'lib 1 soatmi 2 soat bo'lamiz, keyin Milanga uchamiz. Bu Rim aeroporti. Mamlaqa italyanskiy magazinlar menga yoqadi. No, endi hozir kirmaymiz aeroport ichida, ot kalasi bo'lsa kerak.
O'sha Italiyani o'zida chiqqanimizda kiramiz. Uyga suvenirlarga olib ketishga yaxshi. Mana qizlar ikkinchi samolyotga o'tirdik. Birinchi Chikagodan Rimga uchdik. Rimdan keyin mana Milanga uchib kelyapmiz. Chunki apart otelimizni Milanda oldik. Milandan keyin ko'p shaharlarda to'xtaymiz. Sekin-sekin sizlarga ko'rsataman. Uchib kelganimizdan keyin mana bunaqa shunday aeroportda o'zida metro bor ekan. Metroga o'tirib apart otelimizga keldik. Mana chimodanlarimizni olib otelimizga ketamiz. Toshkentga ham o'xshab ketadi ekan bu joylar. İtalyancha gapirib ketishyapti. Sigaretasini chekib. Keldik. Apart otelimizga. Elevators, air conditioners, people. Pocheli aytadilar. Добро пожаловать Yevropaga. Yo'l lifti yaxshi ishlamaydi, yo'q konditsioneri yo'q. Amerikada hammamiz erkalanib ketganmiz, Yevropada unaqa emas deydilar. Menga qaytaga shunisi qo'lim. Buongiorno. Voy, kichkinaligini ish qilib to'xtab qolmaydimi? Davomat, chunki bularda konditsioner ham yo'q ekanda, Yevropada. To'xtab qolsa qo'y, o'lik. Voy, buncha qo'rqinchlik. Voy. Mana kirib kelganingizda mana bunaqa qilingan kladovkasi. Yevropada kvartiralar hammasi kichkina bo'ladi. Bu Yevropa uchun даже kattagina ekan ancha. Chunki Yevropada hamma narsa kichkina bo'ladi. Endi biz har bitta joyda 1 kun, bitta joyda 2 kun, bitta joyda 3 kun qolib shunaqa ketib yuramiz. Milanda 1,5 kun bo'lamiz. Mana shunaqasi vannalari. Tapchkalari ham bor ekan. Bidet. Amerikada bideni ko'rmaysizlar. Bu yerda Yevropada italyanistlar yaxshi ko'rishar ekan. Bunaqa har xil narsalar. Yuzga sochuvlar. Feni ham bor ekan, yaxshi. Chunki qo'rqitishdi-da, bu senga Amerika emas, Yevropada u narsa yo'q, bu narsa yo'q deb mana kofelari. Mana bitta kichkina oshxonachasi bor, mana xolodilniki ham bor ekan, kichkinagina. Bu narsalar bilan to'ldirib qo'yishibdi. Mana Milano bilan Milano derkan, mana Milano. Tagon oshxonasi. Mana bitta televizori ham bor ekan. Har xil yeydigan narsalar. Qitir qilib yeb o'tirishga. Mana bunaqa narsalar to'g'risini aytsam yemayman. Lekin mana qaranglar, balkonni qizlar, mana balkon. Voy bo'lay, nima ekan bu? Ana. Trolleybuslar hali ham bor ekan. Bu yerdacha. Let's take a quick rinse. Go get some lunch, walk around, and then Back come out hurts. and rest. Back really hurts. Bu tarafida ham bor ekan televizori. Orqa tarafida ham, oshxona tarafida, bu yerda ham bor ekan. Hozir birinchi kun obrazimni ko'rsataman. Mana bunaqa Lyondan bo'lgan shortik yedim, chunki bu yerda issiq. İtalyanlar o'zi hammasi Lyonni yaxshi ko'radi. Shortik mana bunaqa Lyondan. Tank top, chunki juda ham issiq. Mana bunaqa crossbody oldim, chunki bu yerda endi barman turistman-ku. Bir narsa boshdan osilib turishi kerak-da. O'g'irlab ketishmasin deb. O'g'irlar ko'p ekan bu. Keyin ichida kerak narsalar, hozir ko'rsataman. Kerak ochki. Siganingizda mana bunaqa yuzlaringiz terlaganda potting paper, bundoq qilsanglar butun terlaganini yarqillab turgan oybarkash bo'lib turmaysizda. Keyin bu suv bo'lgani uchun mana bunaqa kichkina fen. Endi hozir buni ochmayman, buni ochsangiz bundan fen bo'ladi yuzingizga. Pomada. Mana bunaqa Titan karandash juda ham menga yoqadi. Masalan, bu joyingizga bir narsa tonib qolsa, butun hamma kiyimingizni yumaysizda, bitta joyga tomib qoladi-ku, aksiga olib o'shanda bundoq qilsangiz ketadi. Keyin обязательно sanitizer, qo'lda mikroblarni o'ldirishga.
mana bunaqa SPF yuzga surishga, chunki bu yerda opto juda ham kuchli. Keyin mana bunaqa mozolligi har xili bor menda, har xil razmeri. Vdруг mozol bo'lib qolsa, shuni qilsanglar mozolga yaxshi yordam beradi. Mana tish orasini tozalaydigan zubachistkaga o'xshagan. Kerak bo'lib qoladi bunaqalar ham bilasizmi? Bo'ldi. Shu. Qizlar Italiyada kola bilan mana bunaqa limon berishar ekan. Limon ichiga solib, anaqa ice nima deydi. Mana bu juda ham mashhur Doma serkovi. Ichlari juda ham chiroyli. No bu yerga sharfim esimdan chiqib qolibdi olishga. Sharf bo'lishi kerak. Oyoqni ochib kirsa bo'lmaydi ichiga. Hozir ko'ramiz, kirgizsa mana. Kirgizmasa keyin sharfimni olib keyin kelamiz. Havorasi yaxshi qizlar. Issiq hamma issiq dishvatuvdi. Bizdan Toshkentga kelganlar nima deshardi? O'zbekistonda qanaqa issiq kunlar saratonlar bo'ladi. Yo'risi havosi yaxshi. Oddiy yoz. Yozdagi yoz. Mana oldi tarafi qizlar. Rosa chiroyli. If we tried it, we can make it. Mana joyi har doim ko'rishni xohlardim. Golublar. Stop your thinking, start your living. Voy o'lay. Voy. Take a video of me. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one more. There's no hurry, the lights calling. In the van we're driving to Austin. This feels like time is making fun of me. Taking away at the walls and I can barely breathe. This might be my only chance to leave. Let's not miss this opportunity. Leave in with me. You're the king of Carolina. You're the singer. Your band's behind you. Crowds around here, they just talk through you. Nothing's better than when they love you.